Ramazan iyida baylar özgürüdü. Baylar bolsa Ramazan iyinin berketi, hasanatlarının ziyade boluduğanlığı, yaxşılıklarının berketlik bolduğanlığını his kılıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar, Ramazan Özgürüş İyidir namlıq programımızın 24. halqısı Ramazan iyida baylar özgürüdü. Baylar bolsa Ramazan iyinin berketi, hasanatlarının ziyade boluduğanlığı, yaxşılıklarının berketlik bolduğanlığını his kılıdı. İqtisatның artıq boluşu bilen sexiylik ve keng qorsaqlık üçün vekildir. Bu toğruda Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de şundaq deydi: "Ve atuhum min malillahi'llazi atakum." Sizlerge Allah ata kılgan mal mülkning bir kısmını yardım tariqasida kambag'allarga beringlar. Bexillik qilish ve malni ching tutulishning hech o'rni yo'q. Belki keng qo'rsaqlik qilish ve malni berish zarur bo'ladi. Bu to'g'rida Allah Subhanahu ve Taala shundaq deydi: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimki nefsinin bexilliqidan saqlanadi ekan, u kishi maqsadga erishadi, utuq qozonadi. Ramazan bayni malni ching tutib oladigan, qo'ldan ustun tutib kishilarga beradigan qo'l qiladi. Ya'ni malni ching tutib olmasdan alqinni keng ichib, Allohning roziligini ko'zlab, o'zining milidagi haqqini ado qiladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida "El-yadul ulya khayrun min yadis sufla." O kema qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Yani üstün qo'l boshqalarga berguchi qo'l töven qo'ldan, yani boshqalardan og'uch qo'ldan yaxshidir. Boy kishi o'zining iqtisodi bilan kishilarning qo'pol tabiatini o'ziga qartidi, ko'nglini moyil qiladi. Faqir miskinlarni baxtli qiladi. Özünün malgı bolğan daimlik hirismenligini pasaytidi. Özünün Allah Taalaga yaqin boluş ve ahiretde utuq qazanışqa bolğan arzusini yükseltidi. Roza bayni zahidlikka, dunyaga birilmeslikka, kemterlikka ve ihtiyaclı kişilerge yardım berishga undaydi. Biz ko'rgan ve anlagan vaqalarga ko'ra baylarning Ramazanda mal chiqim qilish ahvollari mundaq bo'ladi. Birinci Ramazan iyi kirgenden başlap ta ki ahırlaşqanğa kadar ro'zadorlarni iftar qildirish uchun masjid ve meydanlarga dasturxon silib, uni turli yemekliklar bilan to'ldirdi. İkinci, davet materiallarini nashr qildirib, ko'p o'rinlarda kishilarga taqtidi ve tor dunyosini davet ishlari bilan to'ldirdi. Üçüncü, masjid xizmatini jonlantirish uchun ko'p miqdorda iqtisod sarf qilib, masjidga kerakli bo'lgan narsalarni to'liqlaydi. To'rtinchi, Ramazonda elib beriladigan diniy tashviqot planlarini kuchaytirish uchun zo'r miqdorda iqtisod sarf qiladi. To'rtinchi, Ramazonda elib beriladigan diniy tashviqot planlarini kuchaytirish uchun zo'r miqdorda iqtisod sarf qiladi. Beşinci, faqir miskin yetimlarning ismlarini tizimlab, ularni mushu esil oyda baxtli qilish uchun ularga zakat sadiqalarini taqtidi. Altıncı, yoshlarning va ahvoli yaxshi bo'lmaganlarni tartiblab, ularni yaxshilikka da'vat qilish asosida ikki haramga apirib akilish ishlarini osonlashtirdi. Buningga ketarlik barliq chiqimlarni o'z ustiga oladi. Bizning boy iqtisodli qarindoshlarimiz shuni bilish kerakki, dünya haman yok boludu. İqtisad tügeydi. Ölüm hazır boludu. Periştiler hemmini pütüp küzütüp durdu. Dünyada taqdim qilingan yaxshilik ahiretde saqlanıp durdu. Dünyada qaldırıp ketken baylık bolsa israf qılınıdı, yok boludu. Bu toğrida Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de şundaq aytidi: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O güne, yani kıyamet günü de hiç kişiye mal, oğul, perzentle fayda yetkizemeydi. Fakat Allah'ın dergahına pak,
sağlam qalb bilan kelgan odamlar foydaga erishidi. Alloh subhanahu va taolodan bizga, bizning mollarimizga barakat ato qilishni tilaymiz va Allohning bizga ato qilgan mollarini Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga sarf qilish orqali Allohning dinini oliy qilish, Allohning diniga da'vat qilish, faqir, miskin, yetimlarga yordam berish va shundaqla vatanimizning ozodligi uchun barlig'imizni bag'ishlaydigan haqiqiy fidokor, taqvodor kishilardan bo'lishni Allohdan talab qilamiz. Alloh hammaga qodirdir. Alloh subhanahu va taolo hammalarni murod maqsadlarimizga yetkazguchidir. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.